Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, mana keyingi zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. Bu safar yog'ochdan darvoza yasab o'rnatib berdik. Bu o'zimizning Buloqshini Uchtepa qishlog'iga. Bu yerda Farhod akamiz bor, klientimiz. Uyiga, boshqa xonadonlarga qilib berdik. Endi akamizning ukasini uylariga qilib berdik. Darvoza. Hozir sizlarga buni bir chekkadan ma'lumotlarini narxlarini tushuntirib beraman. Xo'p, yog'och darvozamiz razmeri eniga ham, bo'yiga ham 3 metrga 3 metr. Peshobodi ichida bo'lgan gilaznorga qo'yib berganmiz. 3 metrdan 3 metrdan katta, 4 metrgacha bo'lgan joyga peshobod addenlik bo'ladi. Bunimiz o'sha neobreznoy, bratskiy qalin 5 yog'ochdan yasalgan, randalardan, resmusdan, shilpurkalardan o'tib 4-6 razmeriga tayyor bo'lgan. Tepalarini ham mana oddiy shada qilmasdan hozirgi zamonga uyg'unlashtirgan holda zamonaviy qilib shunaqa o'ymakalik o'yib, gul ochib, shunaqa chiroyli qilib beramiz. Ham robotimiz dizayniga tushgan, ham ichkari yorug' tushishligi uchun, havo aylanishligi uchun qilib berganmiz. Tepada kalvalari bilan chiroyli holatda bo'lgan. Bu akamiz yog'och ishqibozi, yog'och tushungani uchun o'zi ustaxonamizga kelib, spesialniy zakaz berib, zakazga qildirdi. Bunimiz ham atqilatkalik, atqilatka deb mana bu chekkada bo'lib turgan rekasi aytiladi. Rekasi ham katta rekadan qilingan. Ham daborlik. Dabor deb buni aytadi. Devordan 30 sm ichkariga o'rnatilgan. Ham abnalishkalik. Abnalishkamiz eni 14 sm, qalinligi 3 sm-lik. Yog'ochlarimizni chekkadagi bozisi 15 sm, bu dilamiz qalinligi ham 3 sm-lik qalin yog'ochdan bo'lgan. Dilada mana shu o'rtadagi yog'ochlarni aytadi. Bu ancha-muncha siqib, bukilib, qayshayib, yorilmasligi uchun shu qalin materialdan qiladi. Materiallarimiz ishonchli, xudo xolasa mana hozir 2026-yil 4-yanvar sovuqda mana qonlarni ko'ldi, qilt etmay turib. Eshiklarimiz aka sovuqda tep olib, bu narsa bo'lmaydi. Mana bemalol ko'rasizlar. Ular sinaqda ishonchli samoylar. Hozir sizlarga buni orqa tomonlari qanaqa bo'ladi deb so'raganlarga orqa tomonlarini ham syomka qilib beraman. Xo'p. Darvozamizni ichki orqa taraf. Ko'rgan bo'lsanglar, putog'i nihoyat ekan. Biz yog'och eshiromga ham, darvoza qilsak ham birinchi o'rinda shunaqa putog'i kamligiga, kachestvosiga e'tibor beramiz. Shuning uchun narxi boshqa joyga qaraganda farq qilishi mumkin. Eng kichik joyiga o'lchaganmiz. O'lchaganimizda cho'tki tushishligi uchun shunaqa qilib berganmiz. Biz o'lchagan zasifkamiz yo'q edi. Akamiz ko'chadagi shu ara liniyasiga teng qilib berilgan degan, xuddi o'tgandek qilib cho'tki qilib o'lchab teng qilib berdik. Xo'p, endi shvilligimiz qalinligini ham aytaman. Robotimizni, darvozamiz ramkasi shvillerdan yasaladi. Qorayib turganlar shviller. Ham kraskaga bo'yaganmiz bularni ham zanglamaslik uchun. Shvillerimiz qalinligi 5 sm, kattaligi 12 sm-lik shvillerdan qilingan. Shmangellargacha bor, tayyor. Orqalariga ham chaspaylar qilib berganmiz. Xo'p, biz yog'och eshikromni ham, darvozani ham, MDF eshikrom, teraska hammasini qilganimizda mayda detaligacha e'tibor berib qilamiz. Endi kimgadir misol puli boshqa joyga qaraganda qimmat yoki bir xil bo'lishi mumkin. Yoki arzon bo'lishi ham mumkin. Imkon qadar biz mayda detaliga ham e'tibor beramiz. Chunki bu bir umr turadigan narsa. Mehr berib, hafsala qilib qilgan yaxshi. Mana inshaalloh bu darvozamiz ham cho'tga turibdi. Bunimizni laklari ham, kraskalari ham firminli, Betek firmaning kraskasi, Gench firmaning Turetskiy kraska laklar sepilgan. Bular 1-2 yilda qavjirab to'kiladigan kraskalar emas. Sepilganda ham bularda yuqa qilib, qavat qilib sepiladi. Ranglari ham nabishniy holatda bitgan. Xo'p, endi pulga keladigan bo'lsak, bu darvozamizning puli $1250 ga tayyor qilib o'rnatib berganmiz. Endi bu yog'och darvozamiz metr kvadrati 1 million so'mdan 2 million so'mgacha bor. Bemalol yog'ochlarda fasoniga, razmerlariga, kraska bo'lish bo'lmasligiga, dizayniga qarab shunaqa puli plus minus bo'lib ketaveradi. Buni endi arzonroq qilish varianti ham bor edi. Buni agar mana cherkidagi shtapilarini, atqilatka deyiladi, shularni keyin bu dabori deyiladi mana. 30 sm shu daborlarni qilinmasdan oddiy mana temir darvozaga o'xshab oddiy qilinsa, bu robotimiz ham ancha arzon chiqadi, lekin aytganimdek, akamiz yog'och fanatligi uchun o'zi shunaqa spesialniy zakaz berib qildi.
Xudo xolasa qo'ldan kelgancha tushuntirdim. Boshqa yana ma'lumotlar bo'lsa, tushuntira olmagan bo'lsam, nomerim 99 ga aloqasizlar. Telegram, WhatsApp, imo hammasi bor. Eshiromlar, teraskalar, yog'och darvoza, MDF eshirom hammasi bor. Inshaalloh kelishilgan holda hammasini qilib beramiz. Vodiy bo'ylab, ob'yomlarga qarab kelishilgan holda dastavka uстановкасы ichida vodiydan tashqari joylarga uстановка bilan dastavkasini kelishamiz. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Hali bundan ajoyib, turli tuman figurali, har xil rangdagi eshiromlar bor. Xudo xolasa bir chekkadan qo'yib boryapmiz. Kuzatib borsanglar, sizlar istab yurgan narsa inshaalloh bizning kanaldan chiqsa, nasib bo'lsa hammalarga beramiz. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar.